Jonga tegdi-yu bunaqa tentirab yuraverishlaringiz. Keliningiz ham mana uyga ketib qoldi ertalabdan. Endi nima qilaman? Xotirangiz joyida emas ekan. Ko'chaga chiqib nima qilardingiz, dada? Meni ham, keliningizni ham mahallada sharmanda qildingiz, dada. Nima qilay bolam? Keksalik qursin. Ko'chada biroz sayr qilib, rahmatli onangni mozorini ziyorat qilmoqchi bo'ldim. Keyin birdan uyimni qayerdaligini unutib qo'ydim. Sening uchun yarim kechagacha qabristonda qolib ketdim. Dada, bo'ldi-da endi. Mana shu bosh og'riq kasalingiz bilan 2 yildan beri halovatimizni yo'qotdingiz. Menga ayolim, farzandlarim kerak. Yaxshi sizni g'amxo'rlik qiladigan yaxshi joyga olib boraman. Qayerga bolam? Aytyapman-ku dada, boshqa choram qolmadi. O'zingiz shunga majbur qilyapsiz. Qariyalar uyigami?